kelin bo'lib tushib, bizada uyda eng sizga nimalar yoqmadi? Shular haqida to'g'risini aytasiz faqat. Oyijon, menda hammasi yaxshi. To'g'risini aytavering. Aytaveraymi? Aytavering. Aytaveray. Nimaga men ertalab uxlab qolsam, qo'rqib uyg'onishim kerak? To'g'ri. Nimaga uxlab qolsangiz qo'rqib uyg'onasiz? To'g'ri. Nimaga faqat qaynopam kelganlarida yaxshi ovqatlanamiz-u, ular kelmagan paytlar ro'zg'or menga o'lchab berasiz? Ya, to'g'ri. Nima uchun sizni tug'ilgan kuningiz tug'ilgan kuni, onamni tug'ilgan kunlar tug'ilgan kun emas? Nima uchun 9 oy qornimda men bolani katta qilaman-u, tug'ilgandan keyin sizlar sim qo'yasizlar? Nima uchun o'zingizning pensiyangiz bordek, meni oyligimni olasiz? Nimaga o'g'lingiz ishlab charchab keladilar, keyin dam oladilar-yu, men ishdan keyin charchab kelsam, ish qilishim kerak. Oyjon, Biyodaman. Qaytib qorayini ko'rmay. Aslida o'zim ham shunaqa kelin bo'lganman-u. Kelin kiring uyga. Bundan buyon hech qachon menga rostini aytmang. Yolg'onini ayting. bitta rosti bor.